Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. O'ninchi may kuni Xumonerlarga borlaring. 10-may kuni. Yumshoq vaqtida shunday yumshoq olmamiz berganmi? Ben bir kıyım bir bunu tek sap olmayız. Buzla baktı da. Küter bu muydu bunu? Küter esandan yiyerdi. Küter bu muydu ki? Balık kavurma. Ana sazan. Daryaniki. Ama daryo. Sazonni yine daryodan kelgan chisting. Taviz pishirding ha. Bunda hali hang? Yo'q, chisting daryodan kelgan. Bunda hali sazonni yorisi deb Bolalar iltimos qizliga podarka qilayotgan edi. Uzuklar, mana shunaqa uzuk podarka qilinglar. Qaranglar qancha karat bu yerda. Друзья, посмотрите, чистый мой размер. Вот мой размер кольца. Do'stlar, menda juda ham zo'r yangilik bor. Demak, Sevara opam Nazarxonni konserti bo'lyapti va men albatta shu konsertga tashrif buyuraman. 2, 3 va 4-may kuni bizga alohida jamoam uchun 10 ta bilet berdilar va albatta menga ham 2 ta пригласительный berdilar. Sevara opa, katta rahmat. Sizga omad tilab qolmoqchiman. Iloyim konsertingiz juda ham zo'r o'tsin va albatta biz ham mazza qilib borib, tashrif buyurib, siz bilan birgalikda ashula aytaylik, mazza qilib o'tiraylik. Друзья, нас пригласила Севарочка Назархан на свой концерт. Для меня это большая честь. Спасибо огромное за приглашение. Мы обязательно будем. 2 мая я буду на концерте у Севарочки, а у нее концерт 2, 3 и 4 мая. Всех приглашаем, приходите. Нам очень много пригласительных дали. Мы всей командой вместе обязательно придем, и не только моя команда, моя семья тоже. Мы очень любим творчество Севара Назархан. И, конечно же, я в том числе. Дай бог, со всеми увидимся. Приходите, ждем вас всех. Будет шикарное шоу, иншаллах.